eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Kia Cerato avtomobili sotuvda ekan, ulgurib qolinglar. Qidirib yurganda 2024-yil bir qo'l haydalgan mashina 36 000 kilometr masofani bosib o'tibdi. Kraskalari toza, oldi kapotda broni plonkasi bor ekan, balonlari yangi turibdi. Xo'p, tomlari qoraytirilgan, lyuklari ishlayapti. Slipoy zonalari bor ekan, 5 kulchoy do'stlari bor. Tayyor ko'rsatnomalari bor. Salonlar holati ham zo'r turibdi. Familiyagacha adashmasam bor ekan. Sidyanada Abduf Abagrev sovutish isitishgacha bor ekan. 36 000 yurgan multirullarda mana ko'ringlar, komplektatsiyasi yaxshi. GT Line 1.6 atmosferli motorda. Lyuklarigacha ishlayapti. Bir qo'l haydalgan mashina ekan, kraskasi toza, motor hadovoy korobkasi umuman shu ekan. Haqiqatda tiniq turibdi. Qidirib yurganlar o'rgib qo'ydilar. GT Line 1.6 motorda, benzinda mashina. Zo'ridan haydayman deganlarga haqiqatda zo'r. Bir qo'l haydalgan mashina ekan. 18 500 telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Oldi faralarda ham bronlari bor ekan. 18 500 ga yurib qo'yinglar.